Akalarim shoshilmasanglar bo'lmaydi, chunki 10 ta uydan bor yo'g'i bir dona qoldi. Narxi bo'lsa $68,000. Uylarimiz bo'lsa, mana mana shu bo'ladi. Endi obzorni chiroyli qilib ichkaridan bitta olib beramiz. Akalarim sizlar podpiska bo'lib, videolarimizga like bosib tursanglar, men ichkaridan bitta chiroyli qilib obzorni olib beraman. Ko'rib tursanglar, ichkariga kirib kelar ekanmiz. Ichidan bitta hovlisi, bu yerda podvolga tushish zonasi. Kirib kelar ekanmiz. O'zini bitta chiroyli koridorchasi. Bu yerdan o'ng tomonga qarasak, ayollarimizning sevimli xonasi, oshxona bo'ladi. Oshxonaning ro'parasiga qarar ekanmiz. Bitta zalchasi bo'ladi. Chiroyli kelin o'tiribdi. Bu yerda o'zini havo aylanish joylari tashkil etilgan. Va bu yerda esa yana bitta katta vanna kvartira bo'ladi. Hovliga qaragan panoramik oynalari bilan bo'lyapti. Remontlar ishini ham kirib yashashga tayyor holatda bo'ladi uchastkamiz. Uchastkamiz to'rxonadan iborat bo'ladi, plyus oshxona bo'ladi. O'ng tomonga qarar ekanmiz. Bitta katta yuvinish xonasi общий. Bu yerda esa bitta katta детский kvartira ham bo'ladi. To'rt kursilar, yorug'lik oynalari bor. Va bu yerda yana bitta xonamiz bor. Uni ichida esa o'zini yuvinish xonasi bilan bo'lyapti. Xo'p, uyimiz ikkita sanuzel bo'ladi. To'rt xona bo'ladi, plyus podval bo'ladi. Bir u 6 sotudan iborat bo'ladi. To'liq pishgan g'ish bo'ladi. Cho'pli pollardan chiqazib qo'ygan bo'ladi. Xo'p, kimga shunaqa arzon uy, arzon joylar kerak bo'lsa, tez kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Yaqinlarga jo'natib qo'yinglar, like, repost kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.